Ochig'ini aytaman. Agar siz osonkezni tik ushlab yurmasangiz, eng zo'r brendli krem ham, hattoki eng qimmat kosmetologicheskiy muolaja ham sizni yoshligingizni saqlab qola olmaydi. Men Saida Sabirovna bu yil 40 ga to'laman va go'zal ayol qizlarimizga tabiiy yosharish sirlarini o'rgataman. Agar siz osonkezni tik ushlab chiroyli ko'rinishi va shu bilan birga yoshligingizni saqlab qolishni xohlasangiz, men hozir sizga ko'rsatib beradigan mashqlarni bajarib yuring. Bu mashqni bajarayotganda to'g'ri nafas olishga e'tibor berish kerak. Uning uchun oyoqlarimizni yelka tengligida qo'yib olamiz. Bitta qo'limizni, o'ng qo'limizni orqa tomonga, ya'ni kuraklarimizni o'rtasiga uramiz, olib kelamiz. Ikkinchi qo'limiz bilan esa tirsagimizdan o'zimizga qarab tortamiz. Ya'ni butun tanamizni bo'sh qo'yishimiz kerak bo'ladi va 3 marotaba burnimizdan chuqur nafas olamiz va og'zimizdan asta-sekin chiqaramiz. Undan keyin esa chap tarafga qarab mana shu qo'limizni tortamiz va raslabitsa qilib yana xuddi shunaqa burnimizdan nafas olamiz, og'zimizdan chiqaramiz 3 marotaba. O'ng tomon qo'limizni tortib olganimizdan keyin esa o'zingizni bo'sh qo'ying va kuzating. O'zingizni qanaqa his qilyapsiz? Aynan mana bu tarafingizni ancha bo'shashganini his qilasiz. Chunki inson uzoq vaqt davomida qomatini tik ushlamasa, bu bosh og'rig'iga, qon aylanishi yomonlashishiga va yuzda osilishlar paydo bo'lishiga olib keladi va siz har kuni bu mashqni qilib yursangiz, unda asta-sekin qomatingiz tiklanadi va bu nafaqat sizni yuzingiz osilmasligi, ajinlar tushmasligi, balkim butun taningiz bo'ylab qon aylanishi yaxshilanadi va siz hattoki nafas olishingizda yengillik his qilasiz va buni ikkinchi tarafdan ham takrorlaymiz. Mana shunaqa qo'limizni kuragimizni o'rtasiga olib kelib urib olamiz va o'ng qo'limiz bilan o'zimizga tortamiz. Mana shu qismlarimizda rastяжка bo'layotganligi, ya'ni mushaklarimiz spazmda bo'lib qolgan bo'lsa, tonusga kelayotganini his qilamiz. Endi esa o'ng tarafga tortamiz. Mashq bajargandan keyin o'zingizni qanaqa his qilayotganingizni kommentariyada yozib qoldiring. Meni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamga obuna bo'ling. Tez kunda erkatoy ayol kursiga start beraman va bu kursda siz ham ichkaridan ham tashqaridan yosharish sirlarini o'rganasiz. O'zini sevadigan har bir ayol qizni kursimda kutib qolaman. Sog' bo'linglar.